bu odobli san'atkorlar bitta ukaxonim Men ham yaxshi ko'raman, odobni yaxshi ko'raman. Sharh-taronlarida birga qatnashganmiz ochilish marosimida. 15-yil bo'lsa kerak, 13mi? har 2 yilda bo'lardi. Har 2 yilda bo'lardi. O'shanda qatnashganimizda chiqishib qoldik. Ikkalamiz gaplashib, hali gastinisaga birga boramiz, yana repetitsiyaga birga kelamiz Registon maydoniga. Keyin bir kun telefon qilib qoldilar. Telefonlarni almashib oldik. Ilyosbek, qatta bu o'sha kun dam bo'lib qoldi-da, repetitsiya bo'lmay qoldi. Qattasiz deb telefon qilib qoldim. Aytdim, xonada yotibman desam agar hech kimga aytmang dedilar. Bir haligi nimaga Siyob bozoriga bir borib kelamiz ikkalamiz dedilar. Bularning tilini siz yaxshi bilasiz dedilar. O'shanga o'z yo'lini ko'rsatasiz dedilar-da. Ha bo'ldi ustoz deb keyin bir ikkalamiz bozorga kiyinib chiqdik, hech kimga gapirmang, ikkalamiz boramiz faqat. Odamni ko'paytirmang degan. Hali tabi nozik dedi-ku, har kimni ham xush ko'rmasliklarini sezib qoldim-da. Odamni ko'paytirma degan. Ha, ikkalamiz keyin odam ko'p bo'lsa qism kamayadi. Keyin xullas ikkalamiz bozorga tushdik. Endi men o'zimcha aytdilar, siz yaxshi bozor qilasizmi o'zi? Endi o'zimcha men yaxshi qilaman bozorda. Borsam agar yaxshigina narxini ham tushirib haligi kelisha olaman degan fikrim bor endi. Ha bo'ldi ustozga bitta chiroyli qilib nima qilib beraman deb o'zimcha endi bu o'zi Farg'ona, Marg'ilonja haligi xushyorligini o'sha payt bilmas ekanman shekilli-da. Hozir bilib qoldim endi. Keyin ikkalamiz bordik. Endi o'zimcha halijoda tojikchalab Samarqand bozorlarida gaplashyapman. Endi o'zimcha 100 so'm bo'lsa hozir ustozga bir 50 so'm qildirib beraman shuni deyapman-da endi. Haligi joyda magazinga kirib endi qizlarimga, navaralarimga sovg'a olaman dedilar, ro'mollardan, boshqalardan endi kirib ikkalamiz bozor qilyapmiz. Endi to'ychan boshlab qancha unaqa desam bir payt kirishib ketib qoldi. Ustoz tanimay qolsam haligi joyda. Men endi 50 ga uraman desam hali 100 lik narsani 15 dan kirdilar ustoz. 50 ga keladi-da. Qolib ketdim hali joyda. Men bozor qila olmas ekanman ustozlar dedi. O'shanda chiroyli nima bo'lgan safarimiz juda ham bir yaxshi ko'rib nima qilganmiz ustozni. O'shanda nima xizmat ko'rsatgan artist bo'lsa, odam gapga usta bo'lib ketar ekan-a? Aytdim-ku men haligi farg'onaliklar, marg'ilonliklar atrofimda juda ko'p. Sozandalar, akalar, ukalar birga pishirib yorishdi ancha. Hozir bu kishining gaplaridan bitta nima keldi-da. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistga 50 bo'lsa, endi xalq artistiga 250 qilasiz. Salomat bo'ling.